41 masalaning javobi quyidagicha. Qizil silindr va yashil silindr mavjud. Qizil silindrga 2 marta ip o'ralgan va yashil silindrga 3 marta o'ralganda orasida 10 santimetrlik masofa qolgan. Ipning uzunligi 114 santimetr deyilyapti. Demak, qizil silindrga 2 marta aylantirganimizda plus yashil silindrga 3 marta aylantirgan masofamiz va o'rtada qolgan 10 santimetrlik ip, bularning jami birgalikda 114 santimetr bo'lishi kerak. Ikkinchi rasmda esa teskarisi. 3 marta yashil silindrga 2 marta qizil silindrga o'ralgandan keyin orasida 8 santimetr masofa qolgani uchun 8 ni qo'shadigan bo'lsak, bu ham jami o'sha ipimizning uzunligi 114 santimetrga teng bo'ladi. Ushbu sistemani shunday qo'shadigan bo'lsak, 5 ta yashil plus 5 ta qizil plus 18 teng 228. Bu yerdan yashil plus qizil teng 42 santimetrlik ip chiqadi. Ya'ni bir marta yashilga va bir marta qizilga aylantirgan paytimiz o'sha ipimizni jami 42 santimetrlik ip ishlatiladi. Keyin birinchi qatordan plus 10 ni narigi tarafga minusga o'tkazganimizda 2 ta qizil plus 3 ta yashil teng 104 bo'ladi. Biz tepasini 3 ga ko'paytirib ayirib yuborgan paytimiz qizil teng 22. Ya'ni qizil silindrning asosining radiusi, ya'ni qizil silindrni bir marta ip bilan aylantirganimizda 22 santimetrlik masofa bo'ladi. Bu B javobda turibdi. 42-masalaning javobi quyidagicha. Quvvati 3 bo'lganda 12 daqiqada Wi-Fi 24 gigabaytlik axborotni qabul qila oladi. Agar quvvati 4 bo'lganda necha daqiqada 16 gigabaytlik axborotni ochishi mumkin deyildi. Xo'p, quvvati 3 bo'lganda 12 daqiqada 24 gigabayt, quvvati 4 bo'lganda x daqiqada 16 gigabayt. Tepadan ikkitasini ko'paytirib pastga tushamiz, pastda ikkitani tepaga ko'paytiramiz. Ya'ni qaychi usuldan foydalanamiz. 3 ko'paytirilgan 12 ko'paytirilgan 16 teng 4 ko'paytirilgan x ko'paytirilgan 24. Bu yerdan x teng 6 lik kelib chiqadi. Bu B javobda turibdi. 43-masalaning javobi quyidagicha. 500 sahifalik kitob berilgan. Uni ixtiyoriy tomondan ochilganda chapdan o'ngga varaqlagan paytimiz 26 ta 2 ko'ringan, necha marta varaqlashgan deyilyapti. Biz 26 marta 2 ni ko'rgan bo'lsak, demak ko'proq 2 qatnashadigan sahifalar kerak. Ya'ni 2 bilan boshlanadigan sahifalar kerak. Biz 232 dan boshladik, ya'ni 232 dan boshlanadi. U ochgan kitob 230 ochgan betlarda chap tarafida 232, o'ng tarafida 233 ko'rinadi. Hozir mana shu yerning o'zida 3 ta 2 raqam qatnashgan. Endi chapdan o'ngga boshlaymiz varaqlashni. 233 o'zi ko'rinib turgani uchun uni varaqlashimiz shart emas. 232 ni varaqlaymiz. Ya'ni varaqlaganimizda 232 orqasida 231 bo'ladi. Yana bitta varaqlaganimizda 230, 229, 228, 227, 226 dan 225 ga o'tamiz. Har varaqlaganimizda 224 dan 223 ga o'tamiz. 222 dan 221 ga o'tgan paytimizda 221-bet kitobning o'ng tomonida, 220-bet kitobning chap tarafida bo'ladi. Va mana shu joyda 220 gacha 26 marta 2 qatnashadi. Demak, jami mana varaqlashlar sonini sanaydigan bo'lsak, 6 marta varaqlaganda eng kamida 26 ta 2 ni ko'rishimiz mumkin. Bu A javobda turibdi. 44-masalaning javobi quyidagicha. A rasmda 9 ta bo'lakdan 4 tasi bo'yalgan, B rasmda 5 ta bo'lakdan 2 tasi bo'yalgan, pushti rangi va ular orasidagi farq 12 santimetr deyilyapti. Demak, 9 dan 4 x ayrilgan 5 dan 2 x teng 12 bo'ladigan bo'lsa, bu yerda x ni topadigan bo'lsa 270 santimetr. Demak, A tayoqchani va B tayoqchani har birining uzunligi 270 santimetrdan. Bu C javobda turibdi. 45-savolning javobi quyidagicha. Toshkentdan Sirdaryoga va Sirdaryodan Samarqand yo'lga chiqqan avtomobilda Toshkentdan chiqayotgan paytda benzin bakida 44 litr benzin bor edi. Ya'ni rasmdan ko'rinib turibdi. 44 litr benzin bor edi. Sirdaryoga borganda, ya'ni 120 km masofa bosib o'tganda uning bakida 36 litr benzin qoldi. Ya'ni 44 edi, 36 qolgan bo'lsa, demak o'sha 8 litr benzinni 120 km masofaga sarfladi. Bunda 1 litr benzin 15 km masofaga yetar ekan. Endi Sirdaryodan Samarqandga yo'lini davom ettirdi. Samarqandga yetib borgan paytida bakida 16 litr benzin qoldi. Demak, 36 Sirdaryoda edi. Samarqandga borganda 16 litr qolgan bo'lsa, orada 20 litr benzin ishlatildi. 20 litr benzin necha kilometrga yetadi deydigan bo'lsak, 1 litr benzinimiz 15 kilometrga yetadigan bo'lsa, 20 litrni topadigan bo'lsa, 20 ni 15 ga ko'paytiramiz. 300 kilometr masofa bo'ladi. Demak, Sirdaryodan Samarqandga 300 kilometr masofa bo'ladi. B javobda turibdi. 46-masalaning javobi quyidagicha. 24 ta o'quvchi bor sinfda, 11 tasi nemis tili, kimyoni 16 kishi o'rganadigan bo'lsa, kimyoni o'rganib nemis tilini o'rganmaydigan eng kamida nechta o'quvchi bor deyapti. Eng kamida bo'lishi uchun kimyo o'rganadigan o'quvchilar to'plamini ichiga nemis tilini o'rganadigan o'quvchilar to'plamini qo'shib qo'yamiz. Ya'ni kesishtirmaymiz, ichma-ichma yozamiz. 16 kishi kimyoni o'rganadi, o'shandan 11 kishi nemisni o'rganadigan bo'lsa, 5 kishi
kimyoni o'rganib, nemisni o'rganmaydigan o'quvchilar bo'ladi. Bu esa B javobda turibdi. 47 masalan javobi quyidagicha: Misr shahrida kirishda rasm ko'rsatilgan. Rasmda e'tibor beradigan bo'lsak, chap tarafda daraxt ko'ringan. Uni oynadagi aksi o'ng tarafda bo'ladi. Ya'ni orqadan ko'ringanda o'ng tarafda o'tib qoladi. O'ng tarafda daraxt o'tadigan bo'lsa, to'g'ri javob o'z-o'zidan A javob bo'ladi. 47 savol javob A. Xo'p, 48 masalan javobi quyidagicha: uydan bekatgacha avtobusda boradi, bekatga borgandan keyin poyezdda o'rtoqning uyiga boradi. Endi har soatni 12:32 daqiqalarda avtobus bekatgacha boradi. Demak, uydan har soatni 12 yo 32 yo 52 daqiqalarda bora oladi va borganida unda eng birinchi qaysi poyezd ketadigan bo'lsa, o'shanga binadi. Poyezdlar har soatni 5, 20, 35 va 50 daqiqalarda jo'naydi. Faraz qilaylik, Tolib uydan bekatgacha 12 daqiqada yetib kelgan bo'lsa, 20 daqiqada ketadigan poyezdek jo'nab ketadi. 35 emas, 50 emas, chunki birinchi keladigani 20 daqiqada. Ya'ni 12 daqiqada keladigan bo'lsa, 20 daqiqada jo'nab ketadi va orada 8 daqiqa bekatda kutishga to'g'ri keladi. Agar 32 daqiqada keladigan bo'lsa, 35 daqiqada, mana 35 dan poyezd ketadi, 35 daqiqada poyezd jo'naydi. Orada 3 daqiqa vaqt bor, 3 daqiqa kutishga ketadi. Agar 52 daqiqada ketadigan bo'lsa, o'sha 50 daqiqada keta olmaydi, chunki undan oldin ketib bo'lgan bo'ladi va keyingi soatni 5 daqiqada keta oladi. Bu joyda 13 daqiqa vaqt bor. Endi mana shu vaqtlarni o'rta arifmetikni toping deyapti. 8 3 13 ni qo'shib 3 ta bo'lgani uchun 3 ga bo'lamiz. Bu 8 minut. C javobda turibdi. 49-masala. 49-masalada kvadrat bo'laklarga bo'lingan va qaysi birini yasab bo'lmaydi deyapti. O'sha bo'laklar yordamida C javobdagi rasmni yasab bo'lmaydi. 50-masalan javobi quyidagicha: kvadrat va to'rtburchak shaklida stollar bor. Kvadratga 4 kishi, to'rtburchakka 6 kishi sig'adi. Endi bizda banketimizda 50 kishi mavjud bo'lsa, eng kamida nechta kvadrat stoldan foydalanishimiz kerak deyapti. Demak, kamida bundan foydalanish uchun bundan ko'proq foydalanishimiz kerak. Endi mana shu to'rtburchak stolimizdan 12 tasini yonma-yon yopishtirib qo'yadigan bo'lsak, kvadrat to'rtburchakning eniga bitta to'rtburchak enida 2 kishi o'tirishi mumkin. 12 ta to'rtburchakni yonma-yon qo'ygan paytimizda 24 kishi bu tomonda, xuddi yana 24 kishi pastida 48 kishi bo'ldi. Ikkita chetida yana 2 kishi o'tirgandan keyin 50 kishi bo'lib qoladi. Demak, 12 ta to'rtburchak stolda o'zi bilan 50 kishiga joy taxlashimiz mumkin ekan. Demak, 12 ta to'rtburchak kerak bo'lsa, bizga kvadrat shaklidagi stol kerak emas, shuning uchun 0 ta bo'ladi. To'g'ri javob A. 51-masalan javobi quyidagicha: Samarqanddan 90 km/soat tezlik bilan yo'lga chiqqanda oldidan bir avtobus o'tib ketdi. 10 daqiqadan keyin keyingi avtobus o'tib ketgan ekan. Agar Toshkentdan har 30 daqiqada avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yilgan bo'lsa, avtobuslar tezligi qanday deyapti? Demak, tezlik bilan kelgan bo'lsa, ular qancha orasida masofa qancha bo'lgan desa, bir-biriga qarab kelayotganimizda tezliklarni qo'shib 10 daqiqadan keyin keyingisi keldi-yu. Demak, 10 daqiqadan keyin ikkinchisi kelgan bo'lsa, demak u 10 daqiqa bunisi yurgan bo'ladi. Endi 90 plus x ikkalasini tezliklarini qo'shib 10 minutni soatga aylantiramiz. 1/6 bu masofa. Mana shu masofani Toshkentdan yo'lga chiqqan avtobus yarim soatda bosib o'tishi kerak edi. Chunki har yarim soatda avtobus chiqardi-ku. Toshkentdan mana bu avtobus yo'lga chiqqanda yarim soatdan keyin bunisi yo'lga chiqqan. Mana bunisi. Shuning uchun x ko'paygan 1/2 bo'ladi. Ana endi bu tegamani yechadigan bo'lsak, 1/6 ni bu yoqqa ko'paytirish qiladigan bo'lsak, 90 plus x teng 3x, x teng 45. Demak, avtobuslar tezligi 45 km/soat tezligi ekan. 52-masalan javobi quyidagicha: olma, nok, gilos, banan, kivilarning ulushlari berilgan 1000, 500, 400, 250. Biz mana shuni doiraviy diagramma shaklida ko'rsatishimiz kerak. E'tibor beradigan bo'lsak, olma nokdan 2 barobar katta. Gilos banandan 2 barobar katta ekan. Demak, 4 ta ulush, 4 ta qism birinchisidan 2 marta katta bo'lishi kerak. Bu javob faqat D variantida bor. 53-masalan javobi quyidagicha: to'rtburchakni biz 15 ta bo'lakka bo'lishimiz kerak. Eng kamida nechta to'g'ri chiziq bilan kesishimiz kerak deyapti. Eng kamida 5 ta to'g'ri chiziq bilan mana bu ko'rinishda kesadigan bo'lsak, 15 ta bo'lak hosil bo'ladi va bu B javobda turibdi. 54-masalan javobi quyidagicha: sharbat tayyorlashimiz uchun limon suvidan 1 qism, ananas sharbatidan 2 qism, apelsin sharbatidan 4 qism, mango sharbatidan 6 qism, limonaddan 12 qism kerak bo'ladi. Bizda har biridan quyidagi miqdorda bor: 1,5 litr ananas sharbati, 3 litr apelsin sharbati, 9 litr mango sharbati, 10 litr limonad sharbati mavjud bo'ladigan bo'lsa, nechta idishda 1 litrli
sharbat tayyorlash mumkin deyapti. Jami 38 ta bo'ladi. Bunisidan 9 ta, bunisidan 8 ta, bundan 4 ta, bundan 8 ta, bundan 9 ta idish kerak bo'ladi. Jami 38 ta bu D javobda turibdi. 55-masalani javobi quyidagicha: bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga borish vaqtlari ko'rsatilgan yo'lning har bir ma'lum qismlarida biz eng kamida necha daqiqa vaqt sarflab borishimiz mumkin deyapti. Demak, 7, 2, 6, 2, 9 vaqt ketadigan ulushlar eng qisqa yo'l hisoblanadi. Bularni qo'shadigan bo'lsak 26 daqiqa eng kamida boriladigan vaqt. Bu B javobda turibdi. 56-masalani javobi quyidagicha: har bir bola necha yoshga kirganda shuncha sovg'a oladi. Ya'ni 1 yoshga kirgan bola bitta, 2 yoshga kirgan bola ikkita, 3 yoshga kirgan bola 3 ta sovg'a oladi. Oilada 3 ta nafar farzand bor, biri 3, biri 6, biri 7 yoshda. Shu paytgacha ular jami nechta sovg'a olgan deyapti. Demak, 3 yoshga kirgan bola 1 yoshligida bitta, 2 yoshligida ikkita, 3 yoshligida 3 ta, jami shu paytgacha 6 ta sovg'a olgan. 6 yoshli bola 1 yoshligida bitta, 2 yoshligida ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta va hokazo 6 ta sovg'a olgan. 6 yil ichida jami 21 ta bo'ladi. 7 yoshga kirgan bola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadan yiliga sovg'a olgan bo'lsa, jami 28 ta sovg'a. 3 ta bolaning sovg'asini qo'shadigan bo'lsak, 55 ta. Bu C javobda turibdi. 57-masalani javobi quyidagicha: mana shu shaklni biz mana bu diagonal bo'yicha teng 2 ga buklashimiz kerak ekan. Agar buni buklaydigan bo'lsak, C javobdagi shakl hosil bo'ladi. 58-savol: qutida 1 dan 15 gacha raqamlangan kartochkalar bor. Biz eng kamida nechta kartochka oladigan bo'lsak, ularningdagi raqamlar yig'indisi 36 dan katta bo'ladi deyapti. Endi agar 1 dan 8 gacha bo'lgan raqamlar chiqadigan deb tasavvur qiladigan bo'lsak, ya'ni 8 ta kartochka oldik, 1 dan 8 gacha chiqdi. Bular eng kichik sonlar, chunki bularning yig'indisi 36 bo'ladi. Demak, 9-chi oladigan sharimiz necha bo'lishidan qat'iy nazar unga 36 ni qo'shgan paytimiz 36 dan katta son hosil bo'ladi. Demak, 9 ta kartochka olsak, eng kamida raqamlar yig'indisi 36 dan katta bo'ladi. 59-masalani javobi quyidagicha: mana shu kubning yoyilmasini biz yig'gan paytimizda qarama-qarshi yoqlardagi raqamlar yig'indisi 3 xil bo'ladi. Shulardan kattasi qaysi biri deyapti. Biz oldin bilib olishimiz kerak, qaysi raqamlar bir bilan qarama-qarshi bo'ladi. 3 bilan mana bu 4 qarama-qarshi tushadi. 1 bilan 5 qarama-qarshi tushadi va qolgan ikkita yo'q, 2 va 4 qarama-qarshi tomonda tushadi. 3 va 4, 1 va 5 va 2 va 4. Endi bulardan yig'indisi eng kattasi bu 7 C javobda turibdi. 60-savolning javobi quyidagicha: sport zaliga boradiganlar 17 ta, basseynga boradiganlar 14 ta, jami 27 kishi bo'ladigan bo'lsa, sport zalga ham, basseynga ham bormaydigan eng ko'pda nechta odam bo'lishi mumkin deyapti. Demak, sport zalga boradiganlar 17 ta deydigan bo'lsak, o'shandan 14 tasi basseynga ham boradi deydigan bo'lsak, 3 nafari sport zalga boradi, lekin basseynga bormaydi. Endi unisiga ham, bunisiga ham bormaydiganlar desa, jami o'quvchilar soni 27 ta, o'shandan 14 ta basseyn plus 3 ta sport zalga ham boradiganlarni ayirib tashlaydigan bo'lsak, 10 kishi eng ko'pida na sport zalga, na basseynga boradi. To'g'ri javob C. 61-masalaning javobi quyidagicha: nut so'zi doskaga yozilgan, doska teskari qilib ag'darilgan. Shunda qaysi shakl hosil bo'ladi deganda, B varianti hosil bo'ladi. Shu shaklni pastga o'tkazilgani bo'ladi. 62-masalaning javobi quyidagicha: 48 sm uzunlikdagi tasma bor edi, u 2 ga bo'lindi, shundan keyin yana 2 ga bo'lindi, shundan keyin yana 2 ga bo'lindi. Demak, oxirida 6 sm bo'lak hosil bo'ldi. Va mana shu bo'lak qaychi bilan qirqilgan paytda ixtiyoriy tomonidan necha santimetr uzunlikdagi kesma hosil bo'lmaydi dedi. Xo'p, variantlarimizda 2, 5, 2, 10 va 3,5 degan javoblar bor edi. Ko'ramiz qani bularni hosil qilsak bo'ladimi? 6 santimetrlik kesma hosil bo'ldi. Buni bir tarafini 1 va 5 qismlarga ajratadigan bo'lsak va 1 santimetrlik tomonini ochadigan bo'lsak, u 2 qat edi. Uni ochadigan bo'lsa 2 santimetrlik kesma hosil bo'ladi, demak 2 hosil bo'ladi. Bu tomonida 5 santimetrlik kesma qoldi, uni ham ochadigan bo'lsa 2 ta 5 10 santimetr u ham bo'lishi mumkin. 3,5 santimetrlik kesma hosil qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Endi buni 1 va 5 bo'laklarga emas, 2,5 va 3,5 bo'laklarga hosil qiladigan bo'lsak, 3,5 uzunlik ham chiqishi mumkin. Demak 8 santimetr uzunlikdagi kesma hosil qilib bo'lmaydi. To'g'ri javob C. 63-masalaning javobi quyidagicha: 2,5 litrlik idishimizda o'ndan bir qismiga meva sharbati solindi. Ya'ni 2500 millilitrni o'ndan bir qismi meva sharbati solindi. 250 millilitr bo'ladi va mana shundan 3 marta ko'p oddiy suv qo'shildi. Ya'ni 750 millilitr. Yana qancha suyuqlik qo'shadigan bo'lsa, idish to'ladi deyapti. Demak, 2500 dan 250 va 750 ni ayiradigan bo'lsak, 1500 bu C javobda turibdi. 64-masalaning javobi quyidagicha: biz kubni shunday bo'yashimiz kerakki, eng ko'pi bilan bitta qarama-qarshi yo'q va eng ko'p bilan bitta qo'shni yoqlar bir xil rang bo'lishi kerak deyapti. Bizga
litr har bir rangni litrdan narxlari berilganda bizga qancha rang kerakligini topadigan bo'lsak, ko'p tasavvur qiladigan bo'lsak, uni bitta qo'shni yoqi bir xil rang bo'lishi mumkin. Ya'ni ikkita yon yoqlariga ko'p tasavvur qiladigan bo'lsak, uni ikkita qo'shni yon tomoniga 1 litrdan 2 litr bir xil bo'yoq ishlatsa bo'ladi. Demak, bitta 2 litrlik kerak bo'ladi. Keyin qolgan ikkita qarama-qarshi tomoniga yana boshqacha rang qo'yamiz. Ya'ni ikkita yon yoqini, misol yashil bilan bo'yagan bo'lsa, qolgan ikkita qarama-qarshi yoqini qizil bilan bo'yashimiz mumkin. Bizga yana 2 litr bo'yoq kerak va qolgan ikkita tomoniga 1 litrli 2 xil rang kerak bo'ladi. Demak, ikkita 2 litrli banka, ikkita 1 litrli banka kerak bo'ladi. Narxlari 16 va 10 dollardan edi. Qo'shadigan bo'lsak, $52 bo'ladi jami. Bu esa S jobda turibdi.